Yo, rostdan aytyapti, biz kulyapmiz. Rostdan aytyapti, biz kulyapmiz. Ko'kingiz diyor odam yig'ilib tursa nima bo'ladi? Sizlar majbur qildinglar shunga. Alhamdulillah. Yaratgan egam qachon, qayerda, kimga, necha yoshda, qay uslubda, nima boisidan, nimani evaziga g'oyibidan bir barakot berishini o'zi bilar ekan. Inson sabr bilan, mehnat bilan, duo bilan, ibodat bilan, taqvo bilan, matonat bilan kutsa albatta har qanday orzusi ro'yobga chiqar ekan. Bugun sizni o'rningizda bo'lish ham millionlab o'zbekistonliklarga orzu, ishoning. Chunki Amerikaga safar bu Amerikaga safarga ketyapmiz. Konsert qo'ygani desak, vizani qanaqa oldinglar? Qanaqa borsak bo'ladi? Qanaqa uslublari bor deb rosa direktimiz savol-javoblarga to'lib ketdi. Bugun shu yerda okean ortida iqtisodiy markazda rizq nasiba topib, nafaqat o'zingizni o'sha yerda O'zbekistonda yoki boshqa qardosh o'lkalarimizda sizni yo'lingizga intizor bo'lib turgan qondoshlaringiz, ota-onangizdir, farzandlaringizdir, oila a'zolaringizdir. Shularni ham rizqini siz orqali ta'minlab turgan Allohning mo'jizalari cheksiz. Davom bo'lsin. Inshaalloh bunaqangi uchrashuvlarimiz hali ko'p bo'ladi. Ozgina kayfiyatinglarni tushirgan bo'lsam uzr so'rayman. Samimiy suhbat bo'lyapti. Sizlar ham vatanni sog'ingansizlar, biz ham xotin vatan hazil yo'q. Yaxshi kayfiyat hamroh qilib bo'lsa, endi kayfiyatni ko'taramiz. Premyera bor. O'zim ham eshitmaganman hali. O'ta yangi, salabani ochilmagan. Klipi 3 million prosmotr bo'ldi, lekin men uchun yangi. Chunki Amerikada endi ijro etilyapti. Premyera Rashk Pro Max. iPhone Pro Max ga aloqasi yo'q. Lekin undan qimmatroq turadi. Chunki Rashk yigitning eng nima deydi, qimmat tuyg'usi, muhabbatining eng yuksak izhori desam mubolag'a bo'lmaydi.